Yahyo ismining ma'nosi. Ism ma'nosi yahudiycha tiriltiruvchi, jon kirituvchi ma'nosidadir. Ushbu ism sohiblaridan biri Zakariyo payg'ambarning o'g'li Yahyo payg'ambar bo'lib, u din qonun qoidalarini mufassal bajarishni targ'ib qilgan da'vatchi, fidoyi zot. Yana birlari Yahyo ibn Xolid Barmaki degan zot. U Buxoroda Shoriston mavzesi o'rtasida o'z mablag'iga ulkan masjid qurdirgan. Abbosiylardan Horun ar-Rashid davrida Xuroson amiri bo'lib tayinlangan zot. Ismni e'zozlash, hurmatlash va erkalash turlari: Yahyo Ali, Yahyo Bek, Yahyojon, Yahyo Mirza, Yahyo Xon, Yahyo Qul. Siz o'z ismingiz ma'nosini bilasizmi? Agarda bilmasangiz, bizning kanalimizga kirib, o'z ismingiz ma'nosini to'liq bilib olishingiz mumkin. Sizni albatta kanalimizda kutamiz.